Assalomu alaykum chorvashlar. 18-iyul Uchfurg'on Qo'g'ay mol bozorida video syomkalarimiz boshladik. Aka nechinchi bolasi? İkinci bola. Bolasi Hunajin Novvoz. Simintal bola. Bolasi gibrid, simintal. Suti nechta? 10 litr sütü var. 10 litr suti. Yeb ichishi sani joni sog'. Garanti. Yuvoshligi yuvosh. Ostilari ham hamma yo'g'i joyiga ikkinchi bolasi yegan. Pulichi aka? Puli. Bunu 35 kam var az. Necha pulga bermaydi hoji aka? 28,5 bermadi. 28,5 million so'm savdo qilish berilmayapti. 35 million kam bor deyapti. Nomer beramiz qiziqqanlarga. Beradi. Nechilik? 50. 50lik, ha. 577 577 89 83. 89 83. Bozoringiz bersa aka. Allah. Akalar navbatdagi shved ona-bola bolamiz bor ekan. Ikkinchisiga Qirg'izistonda o'tgan ekan janob. Bolasi bu qachasidan so'raganlar. Yerisiga tanizoni sog'ligiga yuvosh deyishyapti. Bo'g'azmikan, qisirmikan aka? Qoch. 5 oylik bo'g'oz ekan, 3 bosh ekan janob. Xudo xolasa. Usti nechta aka? 8 taga beraveramiz. Bolasidan o'z shvedchi. Ikkinchi bolasimi? Narxi nech pul deyapmiz? Chorvoz bosgan. 55 million so'm narx aytishdi. Sodasi uka. 47,5 million so'mga beryapti. Akalar 3 bosh ekan, ikkinchi bolasiga ekan 8 litr sutga ekan. 5 oylik bo'g'oz ekan. Nomer beramizmi? Nechilik? 94lik. 490 12 02 67 ga aloqaga chiqaverasizlar akalar. Bir hafta sinovi bilan yetkazib berishadi. Ikkinchi bolasiga ekan, yuvosh ekan janob. Qirg'iz mollardan ekan. Qaro yaxshi bo'lsa zo'r bo'lib ketadi. Akalar navbatdagi ona-bola sigirimiz bor ekan, bolasi novvoschi ekan. Yeb ichi tanijoni sog', yuvosh deyapti. 10 ta 12 ta suti bor deyapti. 8 litrga beraveramiz, sinov olishga deyishyapti. Bunisi ham bolasi novvosmi aka? Yonidagi birinchi tumsa sigirimiz bor ekan, o'zimizning sigirlardan ekan. Birinchi bolasi, bunisi ham novvos ekan. Bolasi qashqasi bor ekan jonivorda. Chiroyli narsa ekan. Bu birinchi bola ekan. Yeb ichishiga, tanijoni sog'ligiga, yuvosh deyishyapti. Mosini suti nechta? 5-6 ta bormi? Nech pul deyapmiz olasini? 35 million so'm ozgina kam bor aka. 15 litr sutga. Monoschi? Nomer berasanmi? 94lik. 527 ha. 40 ga aloqaga chiqaverasizlar akalar. Uka. Kim sotadi buni? Oldinglarmi? Nech pulga oldinglar? Akalar, mana barakasi bo'pti, 28 millionga baraka yo'q. Sotiladi desam, ukamiz oldinglar, pul sanayapti akamiz. 28 millionga baraka yo'q. Birinchi bolasi ekan, bolasidan vossi ekan. Olganga sotganga baraka bersin. Navbatdagi sigirimiz bor ekan. Qirg'iz mol ekan, janob, qirg'iz parodalardan. Bolasidan vossi aka? Bolasidan vosmi? Yangi tuqqan ekan, janob, bolasidan vossi ekan. Onasi suyali katta narsa ekan, janob. Suti nechta aka buni? 12 taga beramiz. Ostilari ham hamma yo'g'i joyida ekan, janob. 12 litr sutga beraveramiz deyishyapti. Yeb ichishiga, sog'ligiga bir hafta garantiya deyapti. Bolasi ham pachka ekan, bir xil ekan janob. Sutga to'yib, xudo xolasa 40 emib tursa, zo'r olib ketadi. Narxi nech pul aka? 42 deyapmiz. 42. Savdosichi? 36,5 savdo qilishibdi akalar. 42 million so'm narx aytishyapti. Qiziqqanlarga nomer beramizmi? Sotilib ketadi. Sotilib ketadi. Obunachilar sotilib ketadi. Bozoringiz bersin aka. Sotilib ketadi deyishyapti. Keyingi molimiz bor ekan, bolasi novvoschami aka? Bolasi bu ko'cha ekan. Nechinchi bolasi? Bolasi ham past yo'q. 3-chi bolasi. Yeb ichishdan joni sog'. Suti nechta? 6 litr sutga. Aka nech pul oldi barakasi? Yo'q. Sotilmadimi? Sotilmadi. Nech pul deyapmiz narxini aka? 45 million so'm aytishyapti. Bolasi pachka yo'q bo'libdi janob. Savdosi aka? 8,5 million savdo qilishibdi. Nariga ham sizlardanmi? Nomer beramizmi? Nechilik? 94lik. 106 73 05 ga aloqaga chiqaverasizlar akalar.
hatta sinovga yetkazib beramiz kishi. Bolamiz to'qal variantidan bola sinov olsa ekan. Ikkinchi bolasiga ekan. Yeb ichishi tanajoni sog' ekan, yuvosh ekan. Ostilari ham hamma yo'g'i joyida ekan. Hoji aka nech pul deyapsiz? 2 oylik bo'g'oz aka, 3 yosh ekan, xudo xolasa molimiz. 2 oylik bo'g'ozga deyapti, 6 kilo ikkinchi bolasi. 28,5 million so'm savdo qilishib berilishmoqda akalar. Nomer beramizmi aka? Nomer beraveramizmi? Sotdik. Ha, sotilib ketdimi akalar? Sotilib ketdi 28,5 million so'mga. Bu shvedcha aka? Shvedimiz bor ekan akalar. 3-bolasiga ekan. Bolasini o'g'si ekan. Yeb ichishi tanajoni sog', yuvosh deyishyapti. Ostilari ham hamma yo'g'i joyida ekan. 55 million so'm narx. Aka nech pulga kirdi? Nech pul? Jupini 75 million so'mga olibdi akalar. 55 million narx aytishyapti. She'riga qo'shib 75 millionga olibdi. Mana akaning sotganiga baraka bersin. Keyingi molimiz akalar mana. Bozorimiz yengillab bo'lgan hayvonlarimiz sotilib kam qoldi. Nima oldi aka haligi? Nechinchi bolasi aka? Birinchi bolasiga ekan. Bo'g'oz qisir. Necha oylik? 5 oylik bo'g'oz. Yeb ichishi tanajoni sog'. Yuvoshligi yo'q, yig'onadan so'raganlarga 5 oylik bo'g'oz ekan, bolasi xunajin ekan. Bolasi ham sifati zo'r ekan. Narxi nech pul deyapsiz aka? 38 million so'm narx aytishyapti. Qiziqqanlarga nomer beraveramizmi? Hoji aka, nomer beraveramizmi qiziqqanlarga? Sotilib ketami? Savdosi bo'lyapti akalar, sotilib ketadi deyapti. Bozorini bersin. Akalar, navbatdagi bo'g'ozimiz bor ekan, 5 oylik bo'g'oz, suti bor variantida. 3-bolasiga bo'g'oz, yeb ichish tanajoni sog', yuvoshligi yuvosh. Hosili nechta aka? Yangi tuqqanda 16 ta beradi. 16 ta ber. Hozir 6-7 ta bor. Pulini nech pul deyapsiz? 26 million so'm savdo qilishdi, 5 oylik bo'g'oz, suti bor variantida. 26 million so'mga berishmoqda akalar. Sotildimi, artib ketyapsizmi aka? Artib ketamiz, tentik ber. Bo'ldi. Akalar 26 millionga berilmoqda. 5 oylik bo'g'oz ekan. 6-7 ta suti bor ekan. Keyingi qirg'iz mollarimiz bor ekan akalar. Qirg'izistondan priyam o'tgan. Aka, mo bo'g'ozmi? Hoji aka. Ma'lumot beravering, necha oylik? 4 oylik bo'g'oz. 3-siga, 4-siga. 4-siga. Bunisi-chi? Bu 8 oyda o'tgan bo'ladi. 8 oyda. Qaysi biri bolasi bu? Mashinami? 8 oy 7 bo'g'oz. Osti tashab qo'yibdi. Ostilarini tashab qo'yibdi akalar. 8 oylik bo'g'oz, ikkinchisiga, 3-siga. 3-siga. Mana o'sichi aka. Bo'g'oz suti bor variantidan. Bunisini ham suti bor ekan, ham bo'g'oz ekan, 3 oylik ekan. Aka, bu kattasi nech pul deyapsiz? Ha aka. Narxlarni nech pul deyapsiz? Buni 32 million kam bor. Hop, Buni 45 million kam bor. 45 million ona bolani. Bunisi-chi? Buni 30 million kam bor. 30 million so'm kabi. Nomer beravering, pastiyanlik bo'ladimi aka? 93lik. 93lik. 87 15 aloqaga chiqaverasizlar akalar. Bir hatta sinovman, xudo xolasa yetkazib beramiz. Bo'g'ozidan suti boridan xudo xolasa tekshirib sinov bilan akalar aloqaga chiqaverasizlar. Akamizda pastiyanlik bo'lar ekan qirg'iz mollardan. Qirg'izistondan o'tishar ekan janob. Yaxshi narsalar ekan. Prosta qaror kerak, parvarish kerak ozgina. Obunasan navbatdagi sigirimiz bor ekan, 3-bolasi, bolasi novvoscha ekan. Yeb ichishi tanajoni sog'a, yuvoshligi yuvosh. Suti nechta? 10 litr sutga deyishyapti. Molimiz uzun, suyali narsa ekan janob. Nimasi ochilgan payt. Ostilari ham hamma yo'g'i joyida ekan janob. Nech pul deyapsiz narxini aka? Bolasi ham bo'ladigan narsa. Ja, sutdan qisilgan emas. Bo'g'ozmi, qisirmi onasi? Qisir hali qo'yilgan yo'q-a? Ha. Gumon. 45 million narx aytdi. Savdosi-chi aka? 37 million so'mga berilmabdi. Nomer beramiz qiziqqanlarga. Sotilib ketami? Sotilib ketar ekan aka, bozoringizni bersin. Obunachilar, bozorimiz ham xudo xolasa yengilladi mana. Bozorimiz tugadi. Videoga podpisatsiya bo'lib, kommentariy yozib, o'z fikrlaringizni bildirib, obuna bo'lishni unutmanglar.
Bo'g'ozlarimizga o'tamiz. Qani bo'g'ozlarimizda nima gaplar ekan? Aka necha oylik bo'g'oz? 5 oylik bo'g'oz. Ikkinchi bolasiga bo'g'oz 3 litr suti bor. Yeb ichishdan joni sog'. Yuvoshligi yuvosh aka. Narxini nech pul deyapmiz? Hamma yo'q joyda ekan. 19,5 million so'm savdo qilib akalar bermoqchi. 5 oylik bo'g'oz 3 litr sutga deyapti. Zikimay olinganmi deyapman. Yeb ichishi tan joni sog' ekan. 19,5 million berilmoqda. Obunasan navbatdagi bo'g'ozimiz ikkinchisiga yeb ichishdan joni sog'a, yuvoshligi yuvosh. 6 oylik bo'g'oz ekan, shvet ekan, ixcham ekan jonivor. Kuragi 6 ta. Suti yo'q. Nech pul deyapsiz aka? 27 million so'm kami bor deyapti akamiz. Savdosichi? 23 million so'm savdo qilyapti, berilmayapti. Nomer beramizmi? Nechilik? 94lik. 263 0215. Dastlabkasini bir hafta sinovman yetkazib beramiz aka, xudo xolasa. Akalar yaxshi narsa ekan, ikkinchisiga 6 oylik bo'g'oz ekan. Chiroyli, ixcham sigir bo'ladi.